ishimizga kerak. Turjaymi? Hop, akalar. Bugun 6 kilo osh zakazimiz bor edi. Shuni qanaqa qilinishini, protsessini ko'rib oldik. Do'stlar. Keyin shekilli bilan birga go'shtlarni to'g'raymiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Bundan keyin piyozini solamiz. Faqat go'sht yaxshilab pishadigan bo'lishi kerak. Piyozini solamiz. Piyozlarni ko'p qizartirib olmaymiz. Ozgina tuz beramiz. Yana keyin sabzini solamiz. Keyin to'g'rilab olamiz sabzilarni yaxshilab. O'lchangan suyundan solamiz. Keyin no'xatdan solamiz. Bunlar sekretinlerden. Keyin qozonimizdan ustini yoqamiz, no'xat ustini yoqamiz. Yarim 2 soatga damlab qo'yamiz. No'xatni pishib oladigan. Hop, endi oshga magizini solamiz. Chunki magiz soladigan vaqt yo'q. Yonlarini, chetlarini to'g'rilab olamiz, chiroyli qilib. Magizimizni sekin solamiz. Magizni yoyib olmaymiz. Magizni ham xuddi shunaqa to'planib turadi, no'xatga o'xshab. Shu guruch solishimizdan oldin hamma yog'iga yoyib, tekis qilib bir xil qilib olamiz. Suzayotgan paytda chiroyli chiqishi uchun. Keyin uni ustiga qo'yamiz. Yana shu bilan 1 soat qolsa qaynatib chiqarib tortadi. Hop, endi akalar, guruch soladigan paytga keldi. Uni ochib olamiz. No'xat magizni chiroyli qilib taxlab, to'g'rilab keyin guruch solamiz. To'g'rani ochayotganda ham sho'rva ochiydi, sirasi tariq qo'y bo'ladi, keyin kuyishi mumkin qo'y. Eng yomon kuyish bu harbiy kuyish hisoblanadi. Qo'yda ko'pchilik yeyishadi. Mana ochib, chekkaga no'xat magizni chiroyli taxlab, xohlasa guruchini solamiz. Guruch solayotganda iloji boricha emas, umuman
guruch suvisiz sotish kerak. Osh kerak. Bo'lmasa rangini ko'p qo'yadi guruch suvi. Taxirdan bo'lib qoladi. Mana bunaqa narsalar ishlataman. Guruch qo'yotganda shundoq guruch olganingizda o'zi mana suv bo'lmaydi, suv tushmaydi umuman. Tayyor suv yo'qda qoladi. Keyin sekin sovurasiz. Keyin guruch sovutganda keyin ozgina balandlashni oshishi keyin soladi guruch. Masalan mana so'rasda suvi tushiryapti. Suv qolmaydi. Oldik. Endi bir tekis qilib taxlaymiz. Guruchni chiroyli qilib taxlasak, chiroyli bo'lib tanlanadi. Hop, keling, guruch sovuldi. Endi tuz solamiz. Tuzni boshda bergan yaxshi. Ko'pchilik keyinroq beradi. Men boshda guruch solgandan keyin beraman. Erib mazalari chiqishi uchun. Yaxshi eriydi shunda. Mana oshga tuzni ham berdik. Grammajlarini yozib ketaman. Xudo xolasa 1 kiloga qancha tuz berish kerak. Endi yopamiz, 15 minut dimlaymiz. Hop, akalar, 15 minut vaqt o'tdi. Endi guruchni ochamiz. Ma'lumot o'rnida aytib ketish kerak. Guruchni ochganda ham ikkinchi qo'linglarni tiqmaydi, par bo'ladi, qo'linglar kuyadi yomon. Ehtiyotkorlik bilan ochib, chetidagi guruchlarni tushirib olamiz. Mana hozir parlangan jarayonni ko'rasizlar. Guruchlar qanaqa bo'lganini. Men kamerani olib keling bundoqroq. Mana guruch ko'rasizlarmi? Parlangan, dona-dona bo'libdi. Endi buni hop, endi buni 3 marta ag'daramiz. Bu birinchisi chetga suriladi, yoqqa olib kelinadi. O'sha mana 3-sini ochib o'g'ir bo'ldik. Guruchlarni endi dimlashga harakat qilamiz. Xohlasa guruchlar ham dona-dona zo'r yetildi. Ko'rasizlar, otilishini guruchdan ko'rasizlar. Oshimiz yetildi. Endi buni 20 minutga dimlab qo'yamiz. Ko'rasizlar, ranglari chiroyli bo'ldi. Xudo xolisa. Hop, akalar, mana oshimiz pishdi. Xudo xolisa endi ochamiz. Sizlarga savol, nimaga qozon ochilganda tog'orani chetiga uriladi? Bilganlar kommentga yozib yuboramiz. Oshlarimizning rang-ro'ylari, ko'rinishlari chiqqanlar. Xudo xolisa, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Guruchlar yetilganini ko'rasizlarmi? Chiroyliligini.
Buni endi plinkaga tushiramiz.